nega aynan Qo'qonda o'zbek futboliga asos solingan? O'sha paytlarda Qo'qonda juda ko'p Rossiyadan kelgan askarlar xizmat qilgan. Ular o'sha paytda o'sha kaptonlarni olib kelib o'ynagan. O'sha dam paytida futbol o'yinlarida qatnashgan ular. Biza местный жителlar ko'rib, iltimos qilib, keyin ular bilan birga bitta o'yinda o'ynashgan. Shundan keyin yutgandan keyin bizanikilar yutishdi. Askarlarni. Undan keyin как бы rivojlanib, butun O'rta Osiyoga tarqalib ketdi futbol. Основной nima u endi Qo'qonda, как зарождение bo'lgan. 1912-yilda. 1912-yilda musulmon komandasi bo'lgan. Muz komanda nomi. O'shandan keyin sekin hamma yoqqa tarqalib, keyin Toshkentda, Samarqandda komandalar ochib yangi. Odatda yoshi ulug' insonlar hamisha Sovet davridagi o'zbek futboli juda kuchli bo'lgan deb aytishadi. Nimaga? Sabab nimada? Nima deb o'ylaysiz? Endi bizda juda professional futbolchilar ko'p bo'lgan o'sha davrda. Masalan, o'sha Stadnik, Krasnitskiy, Abduraimov, Berador. O'sha paytlarda ko'p chetga borishardi bizanikilar. Kuchli komandalar bilan o'ynab, o'sha orqali sostavlar ham kuchli edi. Mana Sovet respublikalarining ichida o'zbek futbol jamoasi nima bilan farq qilib turardi? Endi masalan, o'sha paytda baribir mensimadi futbolchilar. Kim mensimasdi? Sovet paytidagi Moskvadagi, o'sha Leningraddagi chinovniklar mishat bergan endi baribir bizani Xalq qilgan futbolchilarimizga. Masalan, An Fyodorov SSR terma jamoasida o'ynagan. Lekin u ham o'sha chetlarga borib, o'zini ko'rsatib, o'shandan keyin olishgan. Lekin bu juda kam bo'lgan o'sha. Masalan, bizning futbolchilarimizga qarab. Paxtakor 79 fojiasi nima deb o'ylaysiz? Qanchalik bizni futbolni rivojlanishini to'xtatib qo'ygan? Juda ko'p talantli futbolistlar afsuski o'sha aviakatastrofada olamdan o'tishdi. O'sha Sovet paytida sborniyda o'ynagan ko'p futbolistlar bo'lgan. Masalan, An, Mikhail An, Vladimir Fyodorov. Dublyorlar ham ko'p bo'lgan. Achinarli o'sha yosh dublyorlar ham o'lib ketdi o'sha nimadan keyin. Bundan keyin yangi komanda yig'ildi. Endi bu hamma butun SSR jamoalaridan yangi futbolistlar keldi. Endi bular bir-birini endi bilmasdi masalan. Bular paxtakorchilar necha yil bir-bilan o'ynagan. Bu yerda yangi futbolchilar 3 yildan keyin baribir birinchi ligaga tushib ketdi jamoa Paxtakor. Chunki svязка bo'lmagan. Lekin juda ko'p yaxshi futbolistlar kelgan. Masalan, Moskovskiy Dinamoda, keyin Torpedo Kutaisada Zurab Tseretelli, Pamirda Amriyev Nuriddin, CSKAda, Dinamodan ko'p futbolchilar kelgan, lekin baribir 3-4 yil o'ynab hech narsa qila olmadi. Baribir birinchi ligaga tushib ketdi Paxtakor. Demak, aynan mana shu fojia o'zbek futbolini rivojlanishini juda jiddiy tarzda to'xtatib qo'ygan. Shunaqa. Sizda mana shu Paxtakor bilan bog'liq bo'lgan bir eksponatlar bor ekan. Shularni bizga ko'rsatsangiz. Siz o'zi professional muzeyshunossiz, kolleksionersiz. Qayerdan sizda mana shu g'oya kelganki, aynan Paxtakor bilan, o'zbek futboli bilan bog'liq bo'lgan shunday bir eksponatlar deylik, o'sha narsalarni kolleksiya qilish qatdan kelgan bu g'oya? O'zim men birinchi marta 1987-yilda Paxtakorga borganman. Birinchi o'yin men uchun stadionda. O'shanda Paxtakor bilan Qayrat o'ynagan. SSR kubogi. O'shanda Paxtakor 2-0 yutgan, esimda bor. Stadionda menimcha 50 mingta tomoshabin yig'ilgan. O'shandan keyin qanaqadir nima bo'lib, sekin boshladim yig'ish. Masalan, bir xil narsalarni o'rtoqlarim sovg'a qilishgan, tanishlarim. Ko'p narsalarni internet orqali sotib olganman. Masalan, Fransiyadan, Italiyadan, Rossiya, Ukraina, Belorussiyadan. Qanaqa qilib? Bu nimalar? Bu o'sha Sovet paytida va mustaqillik paytida значокlar. Paxtakor komandasi bilan bog'liq. Faqat Paxtakor komandasida. Qayerdan olgansiz bularni? Bularni endi men masalan Toshkentning o'zida olganman. Bozorda? Bozorda
yoki kolleksionerlardan sotib olganman internet orqali. Eng qimmati qanchaga tushgan? Eng qimmati mana shu 3 ta juda noyob значок. Turin. Bu birinchi, ikkinchi o'rin. Qanchaga tushgan sir bo'lmasa? Esimda yo'q, ancha bo'ldi. Tushunarli. Yana nimalar bor? Keyin mana bu Paxtakor 79dagi sostav. Bu yerda O'sha avia katastrofada hammasi o'tib ketishgan, a? hammasi emas, bu yerda Vladimir Fyodorov avtograf bor, Viktor Mixail Anna avtograf bor, Abduraimov, Varyuxin, ko'p futbolchilar. Faqat ikkita futbolchi bu 79-yildagi. Yana nima bor? Bu endi bu yangi sostav o'sha 79-yildan keyin yig'ildi yangi sostav. O'shalar imzolari. Andrey Kubik, Amriyev Nuriddin, Petrushin, keyin Agay, qozog'istonlik Dmitriy Agay. Bularning avtograflari. Endi bu o'sha Sovet davriga oxirgi yillari. Bu yerda ham masalan Pyatnitskiy, Shkverin. Birinchi liga kubogining ikkinchi marotaba bo'lgan g'olibi 1988-89 yillar. Shundoq. 2 marta yutgan. SSR finalida 1 marta o'ynagan. 68-yilda Paxtakor afsuski Moskvaning Torpedasiga yutqizgan 1-0. Qanday yutqizgan? Endi bilasizmi, u ham shu etudimi, spetsialni qilingan, chunki u Moskvada noyabrda o'yin bo'lgan. -8. Masalan, bu o'yinni Tbilisiga yoki Yerevanga yoki o'sha Pribaltikaga ko'chirsa bo'lardi. Lekin baribir Moskva yutish kerak edi. Shuning uchun bizning o'zbeklarimizni sovuga nima qilib oxiri yutqazdi. Lekin sovuga chidolmay. Boshqa davlatlarda bo'lsa Paxtakor yutardi, menimcha. Yana nimalar bor? Bu mana Gennadiy Krasnitskiy berilgan medal o'sha o'yin uchun. Ikkinchi o'rin uchun berilgan medal. Bu yerda mana Paxtakor birinchi o'yinlardan biri 56. Bu dasturmi? Programka. Demak, bu o'sha Paxtakorda eng birinchi o'yinlardan biriga bo'lgan dastur. 1956-yil. Mana bu o'sha kubokki dasturi. Nechinchi yil? 68. Bu Krasnitskiy yozgan kitob. Braziliya, Argentina, Chili, Peru, Urugvay. Yujna Amerikaga turne bo'lgan. SSR terma jamoa. Путевые заметки paxtakorovца. Keyin mana o'sha bo'lmagan o'yinda programka. Demak, keling biz tomoshabinlar uchun aniqlik kiritaylik. Fojia 1979-yil 11-avgustda bo'lgan. Bu esa 1979-yil 13-avgustda bo'lish kerak bo'lgan matchni dasturi. Necha minutda chiqqan o'shanda? 5 minutda. Keyin adashmasam buni komanda bo'lgan, buyruq bo'lgan. Buni yo'q qilib o'sha 5 mingtani demak 5 mingtadan menimcha 50 tachami 100 tacha qolgan. Chunki bu va o'shalardan biri o'sha mana shu original. Buni Belorussiyadan sotib olganman. Qanaqa qilib u qoldirishgan ekan 50 tasini qo'rqmasdan, Yaxshi. Bu o'sha keyingi o'yin bo'ldi, o'sha отмененный o'yindan keyin keyingi. Bu 26-oktyabr 1979-yil bu yangi sostav bilan. Yangi sostav bilan, yangi o'yinchi bilan. Bu Toshkentdagi oxirgi o'yin. O'sha Minskka borishidan oldin Zara bilan o'ynashgan. 8-avgust 1979-yil. Demak, bu Paxtakorni eng oxirgi o'yini. Oxirgi sostav. Agarda sizda imkon bo'lganda o'zbek futbolining tarixida bitta voqeani o'zgartirishga qanaqa voqea bo'lgan bo'lardi? O'sha o'yinni atmay qilish kerak edi. Atmay qilardim. Bularni tirik qolishlari uchun. Albatta. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisi o'sha 2005-yildagi Bahrayn bilan o'yin. Ya'ni nimaga? O'sha O'zbekiston terma jamoasi 1-0 yutgan paytida Yaponiyalik sudya o'sha o'yinni atmay qildi. Nega? O'sha gol urganda menimcha Jiparov urgan. Golni inobatga olmadi.
yerda penalti tepish kerak. O'shandan keyin yana qanaqadir qarorlar chiqdi. Shu bilan FIFA orqali atmin qilishdi o'sha g'alabani. Bizanikilar Bahrayndan o'tolmasdan o'yindan nimadan chiqib ketdi. Esimda bor, o'sha o'yinga borgandik do'stlar bilan, juda to'polon bo'lib. Juda ko'p odam, 50 mingtadan ko'proq. Juda bir xavfli vaziyat bo'lgandi o'shanda o'yin tugagandan keyin esimda. Bu-chi? Bu endi o'sha Fizkulturnik O'zbekistoni degan gazetada nekrolog chiqqan 2 kundan keyin. Nega 2 kundan keyin? Endi shunaqa siyosat bo'lgan o'sha paytda. Hech kim bilmasin. Lekin eng birinchi bizga ta'ziya bergan bu amerikalik New York Cosmos degan jamoa. O'shalar eng birinchi ta'ziya bildirgan. Moskvaga ham, Toshkentga ham ular yozishgan. Hali hech kim bilmagan o'sha narsa. Nima bo'lyapti? Nimaga bu nekrolog o'sha paytda bu fojiadan keyin 2 kun o'tib chiqqan? Nimaga? Endi chunki u birinchi bort bilan aloqa bo'lgan. Shunaqa deyishgan. Endi siyosatga aralashmaylar. Birinchi o'zimiz bilishimiz kerak, nima bo'lgan. U yerda o'sha paytdagi nimalar uchgan kattalar. Konspirologiya nuqtai nazaridan bu fojia uyushtirilgan ekan deb aytishadi. Shunaqa xalqda shunaqa bir uzun quloq gaplar yuribdi. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Bo'lishi mumkin, lekin menimcha все-таки qanaqadir nima bo'lgan bu. O'sha nima ham xato qilgan aviadispetcherlar Xato qilgan. menimcha. Ya'ni siz konspirologiyaga ishonmaysiz? Bu shunaqa bir haqiqatan bir texnik xato. Texnik xato. O'zlari ham keyin tan olishdi-yu. Bu-chi? Bu endi 80-yilgacha nima emblema bu Fransiyadan olganman, kolleksionerdan. Bu ham mana 62-yildagi dastur Dinamo Kiyev bilan. O'sha Kiyev o'zida o'yin bo'lgan. Tushunarli. 1994-yilda Hirosima shahrida tarixiy g'alabani biz qozondik. O'sha paytda o'sha futbol jamoamiz chempion bo'ldi. Nega bu g'alaba doimiy bo'lmadi? Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda nima xalaqit qilgan? Bilasizmi, o'sha baribir 94-yilda hali sovetskiy sistema qolgan futbolda. O'sha trenerlar, o'sha futbolistlar SSR chempionatida o'ynagan. O'sha bizning futbolchilarimizda qolgan kuchli taraflar o'sha soyuz futbol bergan baribir. O'sha Shkvirin, Lebedev masalan, Abduraimov. Bular juda kuchli futbolistlar edi. Lekin bu yoqdan keyin o'sha bular masalan chetga ketgan, O'zbekistonda o'ynamagan ko'plari. Yoshlarga hech qanaqa yordam tegmadi. O'sha trenerskiy sostav ham o'zgardi. Shunaqa o'ylayman. 2005-2016-yillarda jahon chempionatiga chiqishimiz uchun hattoki 1 ochko va ba'zi bir holatlarda bitta gol ham yetmay qolgan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda o'zbek futboliga nima yetishmagan? Omad birinchidan. Ikkinchidan o'sha bitta gruppada Yuzniy Koreya bilan, Janubiy Koreya bilan, Eron bilan tushganmiz. O'sha Janubiy Koreya yutganida O'zbekiston chiqardi. Lekin bular durang o'ynab O'zbekiston qolib ketdi. Menimcha bu dogovorni o'yin bo'lgan. Chunki Kelishilgan o'yin. Biza terma jamoamizni yoqtirmaydi baribir Rossiyada. Bilmadim nimaga shunaqa o'ylayman. 2006-2009-yillar oralig'ida O'zbekistonda jahon futbol yulduzlari to'p tepishgan. Rivaldo, Dennelson, hattoki mashhur mutaxassis Skolari bunyodkorga rahbarlik qilgan. Nima deb o'ylaysiz? Ularni kelishi o'zbek futboliga qanchalik foyda keltirgan? Menimcha juda katta foyda bo'ldi. Chunki o'sha zritellar ham stadionga borishdi. Qancha oldin masalan bunyodkorga ham kam odam borardi. Ulardan keyin juda ko'p tomoshabin borib stadionlar ham to'ldi. Keyin o'sha baribir brazilskiy sistema. Ya'ni o'zini texnikasi bor, masalan, o'zini qanaqadir qonunlari bor. O'shani bizning futbolistlarga o'rgatib, ancha foyda tegdi. 2016-yilda futbolimizdagi qaysi xatolar to'g'rilandi? Qanday o'zgarishlar qilindi? Nima deb o'ylaysiz?
hozir masalan juda ko'p yangi maydonlar qurildi. Juda yaxshi ko'p spetsialistlar kelyapti chetda. Bizani futbolchilarimiz chetga borib kelyapti, o'ynab yaxshi klublarda, masalan o'sha Husanov. Qaysi xatolar to'g'rilandi, nima deb o'ylaysiz? Bundan oldin nimaga Husanovga o'xshaganlar bundan oldin paydo bo'lmadi? O'sha paytda baribir qanaqadir qarindoshchilik, tanishlarni o'rtoqlarga nima qilardi. Ko'p yaxshi bolalar qolib ketgan. O'yinsiz, komandasiz. Chunki bu fakt hamma biladi. Bizning futbolimizda shunaqa nimada bo'lgan. Lekin mana hozir Xudoga shukr ancha futbolimizga qaralyapti. Hamma finansiy o'sha masalan yangi stadionlar qurilyapti. Moddiy tarafdan juda yaxshi hozirgi futbolimiz rivojlanadi. Siz aytib o'tdingiz, mana bu Rivaldo bizda o'ynagani, Scolari bizda rahbar bo'lib o'sha bunyodkorni boshqargani bu juda katta plyus bo'ldi deb aytdingiz. Xabaringiz bormi? Ularga biz to'lagan pul shunchalik ko'p bo'lganki, haligacha o'shani to'layapmiz, qarzlarga botib. Shuni xabaringiz bormi? Bor. Bu masalaga qanday qaraysiz? Rivaldoga endi u payt shunaqa bo'lgan. Endi prestij uchun masalan bular ham bir payt menimcha Scolari ikkinchi o'rinda edi o'sha oylik bo'yicha butun dunyo. Endi bunyodkor to'lagan o'sha pulni. Endi bu masalan rezultatdan emas, boshqa tarafdan nima qilmoqchi edi? Qaysi tarafdan? Reklama? Reklama. Marketing? Shunaqa. Shu bizda masalan Scolari menimcha Zika ham kelgan bunyodkorga. Endi u to'poy murabbiylar endi butun dunyo taniydi ularni. Toshda O'zbekistonda o'ynayapti, ular biz uchun masalan katta reklama edi. Reklamaga pul ekonom qilmaslik kerak, to'g'rimi? Albatta. 2024-yil Parij Olimpiadasiga yo'llanmani qaysi omillar hisobiga biz qo'lga kiritdik deb o'ylaysiz? Endi u bizani yoshlarimiz ertalabdan kechgacha ishlab, kuchini ko'rsatib, kuchli jamoalarni yutib, Xudoga shukr, o'sha birinchi marta Olimpiadaga chiqishdi. Qanchalik ushbu olimpiada bizni jahon chempionatiga yaqinlashtirdi? O'sha sostavni hozir menimcha Husanov, o'sha olimpiyskiy 2-3 futbolchilar o'ynayapti. Natija Faqat bizni terma jamoamiz aynan jahon chempionatida qatnashishini eshitgan paytingizda nimalarini his etdingiz? Juda xursand bo'ldim. Biz shuncha yil kutdik. Ana Xudoga shukr, terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Skeptiklarning fikriga qaraganda bu muvaffaqiyat kvotalarni oshirilganligi hisobiga kelgan. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Yo'q, menimcha noto'g'ri, chunki o'sha oxirgi o'yingacha hali noma'lum edi. O'sha Emiratga borganimizda durang o'ynadik, o'shandan keyin chiqdik. Bu yerda menimcha Stikovichni o'yin bo'lsa qiyin bo'lardi. Chunki Osiyoda ham hozir juda kuchli jamoalar, masalan Iordaniya, u oldin hech qachon men o'ylamasdim ular shunaqa chempionat miyerga chiqishi mumkin. Hozir Iroq masalan ozgina qoldi bir qadam chiqishiga. Iordaniya chiqdi. Endi masalan Qatar, Emirat, ularda pul bor. Avstraliyada 90% menimcha u yerda hammasi legioner. Shuning uchun kuchli. Angliyada o'ynaydi, boshqa davlatlarda o'ynaydi. Ularning o'yinchilari. Lekin u nima kvota orqali emas. Nima uchun o'zbek xalqi futbolni bunchalik qattiq yaxshi ko'radi? Chunki bizani xalqimiz Braziliyaga o'xshab, masalan, quyoshda issiq xalq. Bizani mentalitetimiz Braziliyaga o'xshaydi. Braziliya, Portugaliya, Ispaniya, Sharq baribir Sharq. O'zbek futbolini bitta so'z bilan yoki bir ibora bilan ta'riflang. Sinovlar orqali yo'l.